bilan tushuntiradi. Muomalaviy bo'linglar deydi kelgan ishchi xotin-qizlarimizga. Mas'ullarimiz yaxshi. Avvalambor faqat o'rgatadi. O'rgatgandan keyin sizdan sifat, tezligi sifatingizni o'rgatdimi, o'rganib olsa ish maoshingiz oshib boradi. Men yangi hayotda turaman. Shu sexga kelganimda maoshim pastroq edi, lekin meni tezligimni, sifatga javob bera olishligimni, mana shu yerda 5 yil mashg'ulotlarni bilganligim uchun mas'ullarni o'rgatgan narsalarini to'g'ri qabul qilib, tartib-intizomga rioya qilganligim sababli maoshlarimiz oshib boryapti. Oilamda 2 nafar farzandim bor, xo'jayinim bor. Men xursandman. Axir jamoa bilan ishlaganimdan maoshimiz ro'zg'orimizga farzandlarimizga sarflayapmiz. Bu yerda hech kim yana shu ishga deb kelmaydi. Ishga kirganingizda ahillar xushmuomala, boshliqlarimiz xushmuomala, oshpazlar, ovqatlarimiz issiq-ovqatlar 2 nafar 2 xil issiq ovqat, salatlari, hamma narsa tayyor, faqat ishlab bersang bo'ldi deydi-ku. Bu yerda hamma xursanda, opa bor, singil bor, muomala yaxshi, mas'ullarda o'rgatadi. Bilmagan narsani ishlarda o'rganib, o'ziga ishonch bor. Bitta mashinani bilgan oddiy tikuvchilar ham keladi. Chokini tozaligini o'zlari ishlab, chokin tozaliklarini o'rganib o'zida ishlayapti. Bu yerda hamma bir jamoamiz. Xursandman, shunga xorijiy davlatlarga eksport qilyapti. Bizni tumanimizda shunday ishlab chiqargan kiyimlarimiz sifatga javob beradi. Xursand bo'lamiz. Mana xursand bo'laman, men tiketda shu futbolkalar, shu hidi o'zimizni ishlab chiqargan paxta matoli ishlab chiqargan kiyim-kechaklarimiz eksport qilyapti xorijiy davlatlarga. Bunga shu siyosatni ochgan prezidentimizga avvalambor shu siyosat bilan xotin-qizlarni ish bilan ta'minlayapti. Hamma toza, ozoda, mana hamma sharoit bor. Ovqatlarimiz salqin havolarda, yozgi kunlarida ishlayapmiz. Oilamizga rizqimizni qo'shyapmiz. Oyliklarimiz vaqtida berilayotganidan xursandmiz.